farzandingizdan. Assalomu alaykum do'stlar. Farzandingizdan loyihasining navbatdagi soni orqali sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Biz ayni damda Shahrixondamiz. Doim bizlar bilasizlar, biz farzandlar nomidan ota-onalarni, opa-ukalarni tabriklaymiz, ustalarni tabrikladik, shogirdlar nomidan. Lekin bugungisi ham noodatiy tarzda video davomida o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Kimni nomidan tabriklayapmiz. Men bu narsani to'g'risi vaynlarda, kinolarda ko'rganman, lekin hayotda ham bo'lar ekan. Mana shu kim orqali kimni tabriklayotganimizni xudo xolasa mana shu video davomida bilib olishingiz mumkin. Onaxonimiz hali kimni nomidan tabriklayotganimizni o'zi xabari yo'q. Surpriz qilib kirib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Eng aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim til xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Eng aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim til xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, Allalab tinim bilmagan, hech kimsadan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, Allalab tinim bilmagan, hech kimsadan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onaxon. Sizni mana shu bayram bilan muborakbod etgani keldik. Farzandingizdan tabrik agentligi nomidan. Mana shu sovg'alarni eng qizig'i kimi nomidan tabriklayotganimizni balki xabaringiz bordir, xabaringiz yo'qdir, bilmadim. Birinchi navbatda sizga mana shu sovg'alarni topshirsam va oxirida kimi nomidanligini sir bo'lib qolsin, hammani guvohligida aytaman. Ilohim sizni mana shu joylariga yetkazsin, qabul qilib olasiz. Mana shu gulni ham qabul qilib olasiz. Umidaxonoya salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, hamisha farzandlarga bosh bo'lib yurish nasib qilsin va Umrxon ayamiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Onaxon yaxshimisiz? Sizni ham esdan chiqarmang bu inson. Sizni ham muborak yoshlaringiz qutlug' bo'lsin, salomat bo'ling, hamisha tinch bo'ling. Uzoq yillar mana shu farzandlarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurish nasib qilsin. Ana endi ayting, kimni nomidan keldik biz? O'z topingchi. Kimni nomidan keldik? Kuyovlarimni ham o'g'lim deb beraman. Chunki uydagi o'g'llarim tabriklashdi. Kuyovlarim nomidan keldik deb qarshi chopasizlar. Albatta, Akbarjon aka nomidan keldik. Va shu qizingizni o'stirib, ulg'aytirib, chiroyli tarbiya berib, menga rafiqa qilib, umr yo'ldosh qilib berganiga sizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman uka. Shu narsalarni dilizxorlarimni yetkazib qo'ying dedi va albatta bizda bitta ramziy tarona bor. Mana shu taronani nafaqat sizga, nafaqat onaxonimizga, balki mana shu yerdagi barcha onalarga mana shu Akbarjon akaning nomidan qabul qilib olasizlar. Salomat bo'linglar. Ketdik. Ilohim. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidi borligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidi borligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon.
Oshna topdim, lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, kuyov bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Salomat bo'ling Mudaxonoya, Qudurxonoya, sizlar ham salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Albatta duo qilasiz. Albatta keling onaxon. Allohimga uzoq yerda, musofir yerlarda yurib, shunchalik e'tibor berib, mehr berib, hurmat bilan onalarini yod aylabdi. Ilohim Akbarjonni ham Allohim ona shu yerda Alloh o'z qanotida saqlasin. Yo'llari beshikkas, bexatar bo'lsin deng. Topganlariga Alloh baraka bersin. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin deng. Oilasi bilan uzoq yillar baxtli hayot kechirishni Alloh nasib etsin deng. Shu bolani boqib o'stirgan onalarning ham umrlari uzoq bo'lsin, tanjalari sog' bo'lsin. Hozir aytganimizdek, mana shunday kuyovlar ko'payaversin. Qaynanaga hurmat bildirib, sizga ta'zim qilaman deydigan kuyovlar omon bo'lsin deng. Nechta qaqshatayotgan kuyovlar bor, shularga insof bersin. Amin. Sizlarning ham tanjaninglar sog' bo'lsin, ishinglarga rivoj bersin. Bizni bugungi o'tirishimizga shuncha xursandchiliklar baxsh etdinglar. Sizlarning hayotinglar ham hamisha xursandchiliklar bilan o'tsin. Yaxshi kunlarimizda, to'ylarimizda yana kelishlarni nasib etsin. Akbarjon eson-omon kelganda yana diydor ko'rishaylik. Rahmat, salom. Akbarjon aka, mana hadyalaringizni topshirdik, duolarni oldik. Sizni ham Alloh hifzi himoyasida saqlasin, topgan tutganingizga Alloh o'zi baraka bersin. Hamisha Allohning panohida bo'ling, yaxshilik qilishda, yaqinlarga, ota-onalarga himmat qilishda davom eting. Biz navbatdagi sonlarda sizlarni yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar. Sizlar ham salomat bo'ling. Farzandingizdan